bo'lsa juda yaxshi. Xo'p, guruh shakllanishi har darsiz bitta slayddan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni har darsga yangi ma'lumot va slaydlardan tashkil topgan bo'ladi. Har dars lug'at so'raladi abzatin. Ya'ni vaqtim ko'p bo'lgancha lug'at so'raladi. Guruh bu tartibda tashkil etiladi mana. Boshida misol uchun o'quvchilar yozish joyi paydo bo'ladi. Lug'atlar paydo bo'ladi. Dellama bular paydo bo'lmaydi. Bular paydo dars videolar degan joy paydo bo'ladi. Kitob o'qib tashlash degan joy paydo bo'ladi. O'zim beraman qaysi kitobni o'qib tashlashingiz kerakligini. Shular paydo bo'ladi. Keyinchalik mana oxiriga borsangiz mana bu joy ko'payib ketaveradi. Mana shu joy qo'shilib ketaveradi. Ya'ni sizni darajangiz qanchalik oshgani sayin mana bu narsa ham ko'payib ketaveradi, do'stlar. Tushundinglarmi? Bu narsa ko'payib ketaveradi va men talabim ham ko'payib ketaveradi. Ya'ni moklar tashkil qila boshlanadi. Moklar bir kun dars, bir kun mok, bir kun dars, bir kun mok ketaveradi. Boshida abzatini lug'atlar sizdan so'raladi. Ko'pchilik o'quvchilar borda, lug'at so'ramaydi, bunday degan fikrlar. Bitta so'raladi. Nechta odam bo'lishidan qat'iy nazar, necha soat vaqtim ketishidan qat'iy nazar. Shuning uchun ham soat 21:00 da va 14:00 da tashkil qilyapman kursni. Chunki kechqurun soat 12 gacha bemalol vaqtimiz bor. Menga ham uxlaydigan odamlar kerak emas. Menga uxlamasdan dars qiladigan odam kerak. Men talabim shu. Mana bunday lug'at sizga birinchi darsni misol uchun tashlab beradi. Birinchi dars PDF, lug'ati va topshirig'i. Sizga как положено tashlab beriladi. Siz buni ishlaysiz. Bundan tashqari qo'shimcha narsalar ham tashlab beriladi sizga. Bundan tashqari mana birinchi dars tugagandan keyin mana darsni nima o'rgatsa qilishingiz yoziladi hamda. O'sha o'rgatsalar qilishingiz kerak bo'ladi. Menga o'qigan o'quvchilar biladi. Menga o'qigan o'quvchilar masalan sentyabrga o'qigan yoki noyabrga o'qigan yoki bu martdan keyin o'qiganlarga salgina tartibsizroq bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin hozir mana iyundan boshlagan o'quvchilar bo'ladi-ku. Bularga vaqtim juda zo'r bo'ladi. Bemalol bular bilan shug'ullanib olaman. Shuning uchun juda jiddiy qarashlaringizni talab qilib qolaman. Agarda o'ylaringda qandaydir problemalaring nimadir bo'layotgan bo'lsa, kursimga yozishlaringni talab qilmayman. Menga kelgan odam sertifikat olaman degan odam kelsa, men o'qitib oldirib beraman. Ya'ni oldirib beraman degan o'qitib oldirib beraman. O'qiydi oladi. Xo'p, qolgan narsani endi e'londa ko'rasiz yoki boshqa narsada ko'rasiz, do'stlar. E'lonni ham do'ndirib yozmayman. Shu kursni soatini yozaman, kursni pulini yozaman, nechta odam qabul qilishini yozaman, necha kun bo'lishini yozaman, bo'ldi. Shu o'zi reklama degan narsa bu, o'tmagan narsa ko'proq reklamada qo'yiladi. Menda hamma narsa o'tganligi uchun men reklamani do'ndirib yozmayman. Xo'p, endi birinchi dars, ya'ni turk tili o'zi nima? Turk tilida nimalardan foydalanishimiz kerak? Ya'ni sertifikatga deb baholayapmiz buni. Ya'ni milliy va xalqaro sertifikatlar mavjud turkda. Bilasiz, turk tilida. Milliy sertifikat bu O'zbekistonning ichida o'tadi. Ya'ni milliy sertifikat hozirgi kunda B1, B2, C1 darajalari mavjud. Ya'ni B1 daraja olishimiz uchun olishimizdan oldin sertifikatda nechta bo'limlar tashkil topgan. Sertifikat birinchi bo'limi bu sizga dellama. Ikkinchi bo'limi o'qima. Uchinchi bo'limi yozma. To'rtinchi bo'limi konuşma. Siz bularni har biri uchun 75 balldan to'plashingiz kerak, maksimal ballari 75. Shu 4 ta bo'limiz nima qilinadi? Yig'iladi. Ya'ni 75 ballan misol uchun siz to'play boshlasangiz, misol uchun 75 mana nimadan dellamadan plus 75 mana oldim o'qimadan plus 75 oldim nimadan? Yozmadan plus 75 oldim konuşmadan. Jami bo'lib 300 ballni tashkil qiladi. Shu 4 ta bo'limizda keyin 4 ga bo'linadi. Maksimal ball, ya'ni 75 ball tashkil qilar ekan 4 ga bo'lingan. Bundan kelib chiqadi. Maksimal ballim 75 ball tashkil qilayotgan bo'lsa, B1 uchun necha ballar necha ballgacha? B2 uchun necha ballar necha ballgacha? C1 uchun necha ballar necha ballgacha bo'ladi ham hozir men ko'rsatib o'taman. Hech kim nololay. O'z darsga uncha tayyor emasdim. Chunki dars o'tish niyatim yo'q edi, lekin o'tay dedim, shular qolib ketmasin. O'taman deb aytib qo'ydimmi? Vaqtda beruvdim. Ketdik. Men faylimni o'chirib olay. Xo'sh.
Mana. Xo'p, boshlasak, Sevan uchun necha balla necha ballgacha hammasini birin-ketin boshlaymiz do'stlar hozir. Ekran yaxshi ko'rinyapti hammada, do'stlar. Muammo yo'qmi ekranda? Boshladik. Xo'p. Sevan daraja asosan ko'rdik hozir 75 ball tashkil qildi. Ya'ni 4 ta bo'limiz qo'shilib 4 ga bo'linar ekan, ya'ni milliy sertifikatga. Endi B1 daraja olmoqchi bo'lgan o'quvchi bu olish kerak 38 balldan 51 ballgacha, ya'ni 51 ball olgan odam B2 ga o'tib ketib qolish, 50 ball deb qo'yaylik ana. B2 ga olmoqchi bo'lgan odam olish kerak 51 balldan nechigacha? 64 ballgacha. Sevan olish kerak bo'lgan odam o'sha 65 dan boshlanadi. Nechigacha? 75 gacha bo'ladi. Bu Sevan oladi. Har bir bo'limiz, ya'ni birinchi imtihon kirgan vaqtda dellama qo'yib beriladi. To'g'rimi? Vaqtida tayyorgarlik ko'rganim yo'q, chunki meshkani tagim istim yo'q. Sal egriroq chiqyapti, ya. Hozir meshkani tagiga nimadir qo'yib olay. Xo'p, topolmadim o'qishni. Xo'p, boshladik. Dellama bo'limiz maksimal 75 ball tashkil qiladi. Xo'p, keyingisi o'qima bo'limiz maksimal 75 ball tashkil qiladi. Yozma bo'limiz maksimal 75 ball tashkil qiladi. Konuşma bo'limiz maksimal 75 ball tashkil qiladi. Shunda har bittasi 75 dan tashkil qilar ekanda, har bittasi 75 dan tashkil qilib 75 plus 75 itagdali hammasi ketib oxiriga 4 ga bo'linadi. 300 ball 4 ga bo'linadi. Opshi necha ball bo'ladi? 75 ball tashkil qilib qoladi. Ya'ni 4 ga bo'lsak teng 75 bo'ladi. Shu eng maksimal balli bo'ladi. Ya'ni sertifikatda eng katta balli 75 ball tashkil qiladi. Bo'ldi. Eng asosiysi shu. Endi asosan boshida A1 dan boshlayotgan o'quvchilarga birinchi o'tib beriladi abzatini Istanbul kitobini grammatikasidan ketadi. Istanbul kitob grammatический qismidan ketadi. Istanbul grammatika. Ana shu hammasini o'tasizlar. Mana Istanbul A1 kitob grammatikasi va uni o'rganmas va chalishma kitobi bo'ladi. O'quvchilarga buni PDF tashlab beriladi. O'quvchilar buni PDF ni chiqarib oladi. Hech qanday sota olish yo'li qo'yilmaydi, chiqarib olish talab qilinadi. Nima uchun chiqarib olish? Ya'ni hozirgi kunda kitoblar chiqib ketgan, ichi sal o'zgarib ketganda, shuning uchun men bergan kitobni chiqarib olasiz. Tushundingizmi? Xo'p, bu bo'ldi. Endi Istanbul kitobni biz 1 oy o'tamiz. 1 oy o'tiladi. Istanbul A1da o'zi 1 oy ketadi. Ya'ni 1 oy ketgandan keyin bizga 10 kun, ya'ni 1 haftalik 7 iqlim kitob o'tiladi birdan. 7 iqlim kitobini grammatический qismiga qisman qaraladi va uni ichida faqatgina o'qima va dellamalari ko'riladi. U o'qima va dellama uchun tashkil topgan kitob hisoblanadi. Shuning uchun 7 iqlim kitob ham ko'riladi. A1. Keyin A2 Istanbulga o'tiladi. A2 o'tgandan keyin tak shunday ketaveradi. Ya'ni A2 ni ham grammatikasi to'liq ko'riladi. 1 oy bo'ladi va nima qilinadi? 7 iqlim kitob ko'riladi 1 hafta. Xuddi shunday B1 gacha o'taman har doim. B1 gacha grammatический chotka o'tib beraman, muammo bo'lmaydi. B2 va C1 darajadagi grammatikalarni, ya'ni imtihon kuningizga qaragan holatda, 1 oy ichida B2 va C1 ni qo'shaman, bitta qilib o'taman, B2 va C1 ni. Chunki o'quvchi endi nima qilish kerak? Tur bo'lim ustida nima qilish kerak? Tayyorgarlik ko'ra boshlash kerak bo'ladi. Shuning uchun o'quvchi nimaga tayyorgarlik ko'radi? Sertifikatga tayyorgarlik ko'radi. Sertifikat uchun 4 ta bo'lim ustida shug'ullanib ketasiz endi. Tushundingizmi? B2 va C1 1 oy ichida qo'shib o'tiladi, tez o'tiladi. Shuning uchun 3 oy tashkil qiladi. Keyin 1 oy tayyorgarlik ketadi, ya'ni sinovga tayyorlov vaqti ketadi. Shu bilan o'sha qarasangiz 4 oy yoki 3,5 4 oy ichiga siz sertifikatga tayyor bo'lasiz do'stlar. Bundan kelib chiqadi 3,5 men hozir maksimalni 4 oyda sizga nima qildim? 4 oy tayyorgarlik ko'rasan deb aytayapman. To'g'rimi? 4 oyda. Lekin imtihon sanasi salgina ertachiroq qo'yib qo'yilsa, ya'ni sentyabr boshroq qo'yilsa, men nima qilaman? Har kunlik sistemaga dars tashkil qila boshlayman. Ertalab sahar 5 va kechqurun soat 21:00 da dars tashkil qila boshlayman.
Nima uchun ustoz bunday qilyapsiz? Kurs narxini o'zgartirmayman, faqat sinovga tayyorlov bo'lgan vaqtda 300 mingga ko'taraman, 350 mingga ko'taraman kurs narxini. Chunki ertalab sahar 5 ga o'taman, kechqurun soat 21:00 ga o'taman, shuning uchun 50 ming qo'shaman. Bu nima uchun ustoz boshida 2 mahal o'tmayapsiz-da, oxiriga kelgan vaqtda 2 mahal tezlashtirib o'tyapsiz? Bu o'quvchini saviyasi yanada ko'proq ishlaydi, oxirida borgan vaqtda yanada ko'proq ishlaydi, bosim bilan ishlaydi va oxirgi bir oy bu sinovga tayyorlov oyi bo'ladi. Shuning uchun o'quvchi bosim bilan ishlasa, oxirgi bir oyi miyasiga qoladi. Fundamentni bu yerda haftada 3 kun qilib, ya'ni zo'r o'qimasdan fundament qila oladi o'quvchi va oxirida bosib zo'r ishlagandan keyin nima bo'ladi? Natija bo'ladi. Men natijalarimni kanalimda ko'rgansizlar har doim. Misol uchun hozirgacha hech qaysi o'quvchim yo'q, misol uchun kanalga shunday kirib, ustoz masalan sertifikat olmaganman degan o'quvchim o'zi yo'q. Xohlasanglar, misol uchun chatda ochib ham beraman. Kerak bo'lsa kanalga e'lon ham tashlab qo'yishimiz mumkin. Bironta o'quvchi hali ola olmadim degan nima yo'q. Hali mana o'sha mayda nechisi 19-kun javoblar chiqishini kutyapmiz. Javoblar chiqsa, opshi may oyining o'zi 230 talar sertifikat kutyapman. Opshi yil davomida 1000 tadan ortiq o'quvchi o'qitdim. 1000 tadan ortiq. Tushunyapsizmi? O'shandan ichidan hali bittasi men ustoz sandan sertifikat ola olmadim degan o'quvchi yo'q, lekin ola olmay yurgan, necha oylab ola olmay yurgan o'quvchilarni oldirganman. Misol uchun 1 hafta, 10 kun, shunday 1 oy pul olmasdan tayyorlayman-da, men misol uchun. Men har doim aytaman, kanalga e'lon bergan vaqtimda natija uchun ishlayman va natija qildigandan keyin pulni ham olaman o'shanga qarab. Tushundingmi? Shunday o'quvchilar bo'lgan, agar kanalga misol uchun rechkalarni tashlab qo'ysam, shunday o'quvchi bormi deb yozsanglar yoki o'zi aytadi. Shunday o'quvchilar bo'lgan 5 marta, 4 marta topshirgan, lekin sertifikat ola olmagan o'quvchilarni o'sha 1 oy pulini olmasdan tayyorlaganman-da. Keyin o'sha kelishgan molda, "Men shuncha pul berasan, agar olsang sertifikat" deb kelishib, sertifikat olgandan keyin bergan. Hech qachon mendan qandaydir qing'ir qiyshiq yo'llar so'ramaydi. Mendan faqat o'qish, ilm, ya'ni qanday borsam shu sertifikat tezroq olaman deb so'raylar. Men sizlarga o'shaning javobini beraman. Har doim 24 ga 7 lichkam ochiq turadi, lichkam ishlaydi. Endi bu yerga sekin-sekin nima qilish kerak? Sal jonlanish kerak endi. Shuncha dam oldik yetarli. Endi men sizlarga sekin nimani boshlab beraman? Birinchi darsni sekingina o'tib bermoqchiman. Ya'ni o'qituvchi birinchi darsga o'quvchiga nimani tushuntirish kerak? Diqqat qilamiz, bu DTM emas. Men DTM uchun dars o'tmayapman hozir. Men milliy sertifikat uchun dars o'tyapman. DTM uchun men nima tashlab berdim ko'rgan bo'lsanglar, kanalga bitta PDF tashladim. Ko'rdinglarmi qanday PDF tashladim? DTM mana PDF tashlaganman kanalda. Bu DTM uchun. Bu degani ichiga ko'rgan bo'lsanglar 36 ta nimasi bor, listi bor. Bitta darsda o'ziga qancha katta ma'lumot berib o'tilgan bu yerda. Ko'rdingizmi? Ya'ni unli harflar necha turga bo'linib turibdi. Hammasi aytilgan shu yerda. Bitta darsda o'ziga. Bu DTM uchun edi. Men milliy sertifikat uchun tayyorgarlik ko'rsatyapman. Sertifikat endi sal o'zgacharoq, boshqacharoq yondashishimiz kerak sertifikatga. Bu sertifikat. Endi birinchi darsimizda bo'ladi bu turk alifbosi, tovushlar tizimi, tovush uyg'unligi, ko'plik va kelishik shakllari bo'ladi. Men sizlarga qisqagina o'taman. Bu bitta mana shu darsni o'zini endi 2-3 ga bo'lib o'taman. Bitta mana shu birinchi dars. Lekin kursga kirgan vaqtingda bitta darsga o'tiladi bu narsa. Birinchi darsda o'zi o'tiladi. Endi asosan turk tilida alifbosi, turk alifbosi. Ya'ni birinchi o'quvchilardan savol keladi, ustoz, men misol uchun alifbosini o'tsam, misol uchun men bosma harfi, mana bu yozma harf deb aytaman-da. Ustoz degan savol keladi bu yerda. Qanday savol? Ustoz, imtihonga kirgan vaqtimda yozmani men bosmada yozsam yaxshimi? Yozmada yozsam yaxshimi? Ya'ni qaysi biri menda manfaatliroq bo'ladi deydi. Men talab qilaman, agar qo'lingdan kelsa, nimada yoz? Bosmada yoz. Chiroyli yozsang. Agarda ketyapti. Agarda qo'lingdan kelmasa, yozmada yozaver, faqat chiroyli yozsang bo'ldi. Men talabim shu.
endi u yerda yozib qo'yadi, masalan, o'qiladigan darajada yozib bering degan narsa bo'ladi. Hali endi sinov tayyorlab vaqti kelamiz, ularni ham o'rgataman. Endi hozirchalik aytishim kerak bo'lgan narsa shunday. Endi turk alifbosi o'zbek alifbosidan qandaydir jihatdan farq qilayotgan bir ikkita harflari mavjud. Tumdan, ya'ni o'zgarib ketmagan, ya'ni ingliz harflariga o'xshab o'zgarib ketib qolmagan yoki rus harflariga o'xshab o'zgarib ketib qolmagan. Endi bilamiz, mana bu o'zbek tilida a harfi. To'g'rimi? A. Turk tilida ham shu a. Bu b. Turk tilida ham shu b. Mana bu turk tilida c deyiladi. Mana bu ch deyiladi. Dehqoncha tushuntiraman. Mana bu c deyilgani, mana bu ch deyilgani. Endi qarang. Ustoz, c bilan ch ning nima farqi bor degan narsa berishadi, ko'pchilik o'quvchilardan keladi. Mana bu c. Ko'rib tursiz, c. Buni ko'rsangiz, jasur, misol uchun juja degan narsalar bor, shuni o'qiysiz. Mana bu ch, mana bu ch. Bu ch degani dumi bor, ko'ring, j ni dumi bor. Dehqoncha aytganda, mana ch ni dumi bor. Ya'ni dumini to'g'ri qo'ying. Ko'pchilik o'quvchilar yozadi, men yozaman. Hamma yozadi. Ko'rganmisiz shuni yozgan? Bu qabul bo'lmaydi. Ya'ni endi men uchun qabul qilmayman men bu narsani. Mana shu, mana shu ch. Ch ni mana shu tartibda yozasiz, do'stlar. J, ch. D, e. D, e o'zbek tili bilan bir xil. F, g. F va g. Bu ham bir xil. Mana bu harf yumshoq g deyiladi, o'zbekcha g'imiz, ya'ni o'zbekcha g'imiz bor-ku, do'stlar. Bu yumshoq g deyiladi. Bu narsa yumshoq g deyiladi. Bu narsa yumshoq g deyiladi. Bu haqda qisqacha to'xtalamiz buni. Hozirchalik biz nima qilamiz? Yumshoq g deb tasavvur qilishimiz kerak buni. Bu ustida amal bor. Ya'ni daftar ruchkangiz bo'lsa, yoningizga not qilib qo'ying. Ya'ni dars videosini tashlab beraman, YouTube'da joylayman. Not qilib qo'ying. Bu yumshoq g hozirchalik. Buni ustida to'xtalamiz dedim. Mana bu h, mana bu i, mana bu i. Ko'pchilik o'quvchilar bor. H ga to'g'ri, H ga hech qanday muammo qilmaysizlar. Ki mana i bilan i ga problema bo'ladi. Mana bu narsa i da, do'stlar. Mana bu katta i. I. Mana bu kichkina i. Mana bu katta i. I. Mana bu kichkina i. To'g'rimi? O'quvchilar mana buni ko'rsa ham, mana bu narsani mana qarang, tayichizayapman. Mana buni ham i deb o'qiydi, mana buni ham i deb o'qiydi. Lekin buni o'qilish strukturasi bo'yicha mana bu i hisoblanadi. O'zbek tilida i narsasi yo'q, faqat rus tilida bor, bilasiz, 61 deyiladi. Ya'ni yumshatish belgisi hisoblanadi bu narsa. To'g'rimi? Yumshatish belgisi bormi rus tilida? Xuddi mana shu narsa. I. Mana bu i emas ekan. Yana ham dehqoncha qilib aytaman. I bilan i ning farqi, i ustida nuqtasi bor. I ning ustida nuqtasi bor. I ustida nuqtasi yo'q i. Tushundingizmi? I ning ustida nuqtasi yo'q. Nuqtasi borini ko'ryapsanmi? I o'qiysan. Nuqtasi yo'qmi? I o'qiysan. Ya'ni i o'qiysiz, do'stlar. Mana bu i o'qiladi, mana bu i o'qiladi. Tushundingizmi? Harflari bu. K, L, M, N, O. Bularda hech qanday muammo bo'lmaydi. K, L, M, N, O da umuman problema yo'q. Endi ustoz bu yerda savol keladi. Ustoz, O va ustun nuqtasi bor O turibdi bu yerda. Qanday o'qiladi, misol uchun, qanday buni farqlashim mumkin degan savollar keladi-da, do'stlar. Mana bu O degan tovushimiz bor. Bu og'iz bo'shlig'ida birdaniga sodir bo'ladi. Ya'ni o'zimizda O. Ustida nuqtasi bor O bor. Ya'ni orqa tomoni, ya'ni tananing orqa qismi, ya'ni qizil o'ngachimiz bor-ku. O, o'sha O, ya'ni tillar, ya'ni O deysiz-ku, o'sha lablar bir-biriga tegmasdan, ya'ni lablar old tomonga chiqib, ya'ni lablar old tomonga chiqadi va lablar bir-biriga tegmasdan sodir bo'ladi. Tushundingizmi? Ko'proq bo'g'ozda ushlab turasiz o'sha harfni. O degan harfni ko'proq ushlab turasiz. Buni mana bu yerda, mana bu PDFda qisqacha hammasi yozilgan. O'sha O harfini nima qilar ekansiz? Bo'g'ozda ushlab turar ekansiz. Ya'ni O deysiz, uni ustida qattiqroq O deyilsa, keyingi O'miz, ya'ni ustun nuqtasi bor, bo'g'ozda ushlab turiladi. Ya'ni O. Tushundingizmi? Ya'ni bo'g'ozda ko'proq ushlab turiladi. Ya'ni lablar bir tomonga tegmasdan, lablar old tomonga chiqadi.
Shunda sal cho'ziladi lablar old tomonga. O'sha natijasi paydo bo'ladi. P, R, S, Sh. P, R dan umuman P bilan R ga umuman muammo bo'lmaydi, lekin S bilan Sh da problema qilishadi ko'pchilik. S mana S. Birodarlar, mana S. Bu kichkina S. Mana bu ko'pchilik Sh yozsam, bunday yozib qo'yaman, Sh deydi. Yo'q, bu Sh emas, mana Sh. Mana ne qilasan? Dumi bor-da, buni mana dumi bor. Dehqoncha aytgan dumi bor-da. Buni dumini to'g'ri qo'yish kerak-da. Mana Sh. Ko'rdingizlarmi? Mana bu Sh emas ekan, birodarlar. Shni dumini to'g'ri qo'yish kerak ekan. Mana. Chiroyli qilib yozishga harakat qilish kerak. Mana bu Ch. O'sha dumini chiroyli qo'yish kerak buni ham, mana. Bo'ldi. Endi men mishkada yozganim uchun sal xunukroq chiqishi mumkin, lekin yozuvni chiroyli yozaman. T, U va ustun nuqtasi bor U. Ya'ni oddiy U bilan ustun nuqtasi bor U ni farqi deyiladi. Endi ko'rishimiz kerak. Boya aytdim, U degan vaqtingizda bitta bo'g'ozda aytasiz, to'g'rimi? Bitta hejada, ya'ni bitta nafasda aytasiz. Mana ustun nuqtasi bor U bo'lsa, cho'zibroq aytiladi. U. Ya'ni boyagidek lablar old tomonga chiqadi deyiladi. Bu yerda endi men o'zim adabiy tilda yozganman, lablar old tomonga cho'chib chiqadi va keyin nima qilinadi deb adabiy tilda u yerda yozganman. Lekin bu yerda, ya'ni sizga dehqoncha qilib tushuntirganimda, lablar old tomonga chiqib, bo'g'ozdan chiqayotgan ovoz bor-ku, o'shani sal ushlab turasiz. Ya'ni U deysiz bittasiga, bunisiga U. O deysiz bittasiga O, bunisiga. Shunisi cho'zibroq o'qiladi. V, Y, Z. Shu bilan turk tilidagi alfabet tugaydi. Mana bu yerda har bittasini o'qilish haqida programmalashtirilgan nimalar berilgan. Endi buni turk tilida nechta harf bor ekan? 29 ta harf bor ekan. Ya'ni biz ko'ramizki, do'stlar, turk tilida nechta harf bor ekan? 29 dona harf bor ekan mana. 29 ta harf bor ekan. Shulardan 8 tasi unli. Shulardan 8 tasi unli. 21 tasi undosh. 20 tasi undosh. 20 tasi undosh. Shunda 8, 21, 29 ta bo'ladi. Bo'ldi, shuni harflar tugadi. Endi bularni o'qilish haqida hammasi aytilgan. Endi bu yerda A tovushi. Turk tili unlilar ustida qurilgan. Unlilar ustida qurilgan. Shundan kelib chiqadiki, A tovushini o'zi ikki xil talaffuz beradi. Ya'ni birinchi harfimiz qaysi harf ekan? A tovushi. A tovushini o'zi ikki xil talaffuz beradi. Ya'ni qalin o'qiluvchi A va ingichka o'qiluvchi A. Qalin o'qiluvchi A o'zbek tiliga o'xshash A bo'ladi. Ingichka o'qilayotgan A ya'ni uni ustida shapkasi bo'ladi deylik, kelinglar. Mana bu qalin o'qiluvchi A bo'lsa, ingichka o'qiluvchi A mana. Ustida shapkasi bo'ladi buni. Hech qanday urg'u emas bu. Ustida shapkasi bor. Bu qalin o'qiladi. A o'qilsa, mana bu A o'qiladi. Ya'ni cho'zibroq o'qilinadi. Misol uchun, qalin o'qiluvchi A ga adam, ach, ana, kara bo'lsa, ingichka o'qiluvchi A kar, laf, kalb, hal bu tartibda o'qiladi. Ya'ni cho'zibroq o'qiladi, do'stlar. Ya'ni u yumshoq A hisoblanadi. Endi ustoz, menga nima qiziqchilik bor? Ingichkami, qalinmi? Men o'qib ketsam bo'ladi degan misollar bor ichimizda. Endi shularga men bitta misol keltirmoqchiman. Misol uchun, ingichka o'qilayotgan A bilan qalin o'qilaydigan A ni farqlay ola olmaydigan o'quvchi turklar bilan gaplashganda bildirmasligi mumkin. Lekin yozuv jihatda yoki bo'lmasa bir turkda misol uchun til adabiyotidagi, ya'ni turk adabiyotidagi odam bilan gaplashayotgan vaqtda bu sezilib qoladi. Endi shu narsa qanday seziladi? Misol uchun siz kar demoqchi bo'lsangiz, qor deysiz, kar. Lekin kar desangiz manfaat foyda bo'ladi. Hala desangiz amma bo'ladi. Hala desangiz haligacha hali hanuz degan ma'noni berasiz. Misol uchun ammam kimadi demoqchi bo'lsangiz, misol uchun ammam kimadi demoqchisizda. Hala kelmadi desangiz, misol uchun deyish kerak-da. Lekin hala kelmadi desangiz, manfaat foyda kelmadi deb qolasiz. Tushundingizmi? Ya'ni nima bo'lar ekan? O'sha cho'zib o'qiganingiz natijasida u yerda tovush o'zgarish sodir bo'ladi.
Ya'ni bu tovush o'zgarish hodisasi sodir bo'lgandan natijasida nima paydo bo'ladi? Siz so'zni noto'g'ri talqin qilasiz. Nima uchun o'quvchilar konuşma bo'limida past ball oladi? Bunga qaramaydi. Nima uchun o'quvchilar yozma bo'limida past ball oladi? Bunga qaramaydi. Ya'ni birinchi dars sizga kerakli, manfaatli bo'lgan darslardan biri hisoblanar ekan do'stlar. İtak dali shunga o'xshash harfi, ya'ni bundan keyingisi bizga bo'ladi va i harflari, misol uchun. Bular batafsilroq darsda tushuntirib beraman, muammo bo'lmaydi. Misol uchun keng va i dan ham juda ko'p o'quvchilarda muammo paydo bo'ladi. Va i. Boya aytdim, harfi hech qachon o'zbek tilida yo'q, o'zbek alfabetida yo'q. Lekin turk alfabetida bor. Rus alfabetida yumshatish belgisi deyiladi bu narsa. Ya'ni 61 deyiladi, to'g'rimi? Mana bu ni kichkinasi, ni kattakoni, mana bu ni kichkinasi, mana bu i ni kattasi i, mana bu kichkina i. Bundan kelib chiqadi, qarang. Misol uchun o'qimoqchi bo'lsangiz, mana buni ni iliq, taqim, isirmak, ihlamur deb o'qishingiz kerak. I bo'layotgan bo'lsa-chi, izin, ilik, ilim, ichmek, ikiz. Bu tartibda o'qishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Значит, va i ni farqi mavjud ekan. Va i ni farqi mavjud ekan. Qanday farqi mavjud? Misol uchun ni o'rniga i ni o'rniga ni aralashtirib o'qiyotgan misollar uchunda bu. Misol uchun dish desangiz tish degan ma'no berasiz. Dish desangiz tashqi degan ma'no berasiz. Kir desangiz kir degan ma'no berasiz. Lekin kir desangiz qirdash degan ma'no berasiz. Ilik desangiz ilk degan ma'no berasiz. Iliq desangiz iliq degan ma'no berasiz. Sinir desangiz asab, nerv degan ma'no berasiz. Sinir desangiz chegara degan ma'no beradi. Tushunyapsizmi? Sinir deydi ko'pchilikda. Sinirni ham ko'radigan bu sinir yozilgan bo'lsa, chegara degan ma'noni berish kerak-ku. Ko'pchilik sinir o'qiydi, sinir deb o'qiydi. Buning natijasida nima bo'ladi bu? So'z buzuqligi paydo bo'ladi. Nima uchun so'z buzuqligi paydo bo'lyapti? Ya'ni konuşmada nima uchun men sur tayyorlangandim, sevanga tayyorlangandim, meni nimam sevan bo'lish kerak, konuşma past qo'yibdi. Ular tekshiradimi o'zi? Ya'ni yozma past qo'yibdi, tekshiradimi o'zi? degan savollar juda ko'p o'quvchilar, to'g'rimi? Nima uchun o'qima bilan deyilma balandda, konuşma bilan yozma past. O'quvchi mana bu narsaga e'tibor bermaydi. Tapar kelgani gapiradi, ketadi bo'ldi. Buning natijasida o'quvchining bali tushib ketishi mumkin-ku. Ya'ni sizni misol uchun sertifikatga kirgan vaqtida konuşmangiz bilan yozmangizda, u yerda o'zini mutaxassislar tekshiradi. Buni обязательно qaraydi bu narsaga. Bundan kelib chiqadiki, qandaydir siz bevandalik so'z qo'shganingiz yoki itakdalik boshqa narsalar emas ekan. Bu yerda siz so'zni to'g'ri talqin qila olmasligingizda. Ya'ni siz so'zni to'g'ri talaffuz jihatdan chiqarib bera olmasligingizda, so'zni to'g'ri yozib bera olmasligingizda, grammatikasiga to'g'ri qo'llab ola olmasligingizda sizni bali tushib keta boshlaydi. Tushunyapsizmi? Shu, ya'ni turk tilini shu A1 daraja sal ko'proq vaqt oladi. Nima uchun? O'zi asosan A1 A2 da turadi turk tilining grammatikasi. Tushunyapsizmi? Keyingilari sargina daraja o'zgarib boshqacharoq stillar ko'rinadi. Lekin asosi A1 A2 shunga turadi. Do'stlar, hozirchalik misol uchun sizga tushuntirib berishim kerak bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. Yana ham ertangi darsga buni davomini ham o'tib beraveraman. Ya'ni qisqa o'tib beraveraman, chunki zerikish hosil bo'lmasligi uchun. Lekin kursga kirgan vaqtda bitta darsda o'zi bo'lib tushuntiriladi va обязательно bu narsa so'raladi qaytib. Keyingi darsga 1 soat vaqt ajratiladi. 1 soat vaqt ajratiladi. Ya'ni soat 21:00 da boshlayotgan bo'lsam, 21:00 dan 22:00 gacha bo'lgan vaziyat bu uy vazifalar va lug'atlar va o'tilgan mavzu takrorlashi bo'ladi. 1 soat keyin men yangi mavzu o'taman. Ya'ni o'zim bilan birga ishlaysizlar shu yerda. Shunday qilib davom etamiz do'stlar. Kursda yozilayotganlar, nimalar bo'layotgan 20-iyundan qabul qilaman. Aytdim, menda kursimda kam odam bo'lib qolmaydi. Meni kursim bit ochilishini hozir kutib turganlar, menga yozayotganlar juda ko'p. Bu men hech qayerda reklama qilmayman, hamma biladi meni. Men reklamani qarshi insonman, reklamada birinchi o'rinda juda qarshi turaman. Bilasiz, kanalim 0 bo'lib qolgan vaqtda ham hech qayerga meni reklama qilib ber yoki nimadir qilib ber demaganman. To'g'rimi? Yo'qolib ketdi mart oyida kanalim. Hech qayerda reklama qildirmayman ham, qilmayman ham. Shuning uchun bundan kelib chiqadiki, men o'zimni maqtayotganim yoki nimadir emas, men kanalimdagi natijalarni ko'ringlar. To'g'ri,
kanalimda hozir hamma natijam shu yerda deb ayta olmayman. Chunki meni hamma natijam bu kanalni yozuv qismida, mana bu yerda. Chunki kanalim o'chib ketdi, lekin yozuv qismi o'chgani yo'q. Mana hamma boyliklarim deydi-ki, mana shu yerda turibdi mana. Tuzgan testlarim ham shu yerda turibdi mana bunga. Ya'ni yozuv qismida. O'shaning uchun kimdir menga kursga qatnashaman deyotgan bo'lsa, birinchi talabim muammolarini hal qilib kelsin. Ikkinchi talabim menga dars soati, ya'ni 21:00 da boshlaymanmi? 1 sekund ham kechiktirmayman. Bitta ham dars qoldirmayman men. Menga o'qiganlar biladi. Xohlasangiz, menga o'qiganlardan misol uchun maslahat so'rang, qanday o'tadi, nima qiladi deb maslahat so'rang. Aytsin. Keling, ko'ring kursimni, keyin qo'shiling. Men oldin mana har doim aytaman, oldin rektorlar borgan vaqtimizda ota-onamiz olib borardi-da, suyagi meniki, eti saniki derdi. To'g'rimi? Men o'zim shuni men o'zim shu magistratura o'qiyotgan bo'lsam, tugatdim hozir yoki men PhD qilmoqchi bo'lib turibman. Qaysi o'qituvchini misol uchun ushladim, mana tunov kuni o'qituvchi ushladim. O'qituvchimga shuni deyman. Misol uchun, meni o'qit, 24 ga 7 o'qit. Men misol uchun uxlamay o'qiy, lekin natija bo'lsin. Men shuni tarafdorman, har doim shuni. Menga hamda boshim og'ridi, oyog'im og'ridi, o'lib qolayotgan bo'lsa ham, o'limidan 1 soat oldin darsga kirib tursin, keyin ketsa ham qizig'i yo'q men. Qo'pol qilib aytganda shuni men. Shuning uchun meni kursimga kirayotgan odam oldindan o'zini ogohlantirib, o'zini stabilni to'g'rilasin. Men qattiqroq gapiraman, obязательно gapiraman. O'sha narsalarga tayyor bo'lib kelsin. Lekin natija qilmasdan qo'ymayman. Shunday do'stlar. Hasanga o'qidim deyapti, men o'zim natijamga ishlayman. Shuning uchun meni ko'pchilik ustoz men o'qiyman deb keladi menga. Natija qilishni xohlayaptimi? Men uni chiqarib beraman. Lekin u o'qishni xohlasin. Men uni bugun dars o'tib, ertasi kun derzdan qo'limni chiqarib, mazam bo'lmayapti-da bugun demayman. Mazam bo'lmayotgan bo'lsa ham 8 ta dori ichib ham o'taman dars. O'tgan ham shuncha vaqtdan beri. So'rang, men bitta ham dars qoldirmaganman. To'g'ri, Sirjon mazamiz bo'lmaydi. Lekin 8 ta dori ichib bo'lsa ham o'taman men. Shundayman. Shuning uchun o'sha menga kelgan o'quvchim 30 ta dori ichsa ham, o'sha qanday bosh og'riyotgan bo'lsa 30 ta dorini ichsin-da, darsini kirib tursin. Darsim darsni hurmat qilaman. Do'stlar, endi savollaringiz bo'lsa javob beramiz. Buni YouTube'da joylaymiz va guruhga ham tashlab beraman.